Bilasizmi, rassrochka bilan avtokreditda nima farqi bor? Ikkalasi ham bank tomonidan berilsa, uni qanaqa farqi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Avtomobilni boshlang'ich to'lovini qanchalik ko'p qilsangiz, shunchalik sizga foyda hisoblanadi. Avtomobil sizni nomingizda bo'ladi. Hech qanaqangi firma nomerlarida, firma nomidagi mashinani siz haydab yurmaysiz. Sizga mashinaning narxi anchagina arzonga tushadi. Assalomu alaykum hurmatli China Motors'ning YouTube'dagi kuzatuvchilari. Biz sizlarga shunaqangi katta yangilik tayyorlab qo'yganmiz. Bilasiz, mana shu Jack X200 modellari bizda anchadan beri sotilib kelinmoqda hamda ushbu avtomobillar to'g'risini aytganda yaxshigina obro'ga ega bo'ldi. Shu kungacha bizda faqat naqd yoki avtokredit to'lov evaziga avtomobillarni xarid qilish imkoni bo'lgan bo'lsa, endilikda siz mana shu mashinalarni rassrochkaga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Rassrochkaning shartlarini hammasini sizga birma-bir tushuntirib boraman hamda masalan mana bu promtovarniga necha puldan tushadi, Bartavoy modelga necha puldan tushadi, o'shalarni hammasini aytib o'taman. Undan oldin avtomobillarni qisqacha xarakteristikasi bilan sizni tanishtiradigan bo'lsam, avtomobillar, ya'ni Jack X200 larning barcha modellari 2 litrlik atmosferniy dvigatel bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, hamda bularni bazasi, ya'ni mana shu Bartavoy holatida sizga 2 tonna 80 kilo yukni ko'tara oladi. Avtomobilning bazalari, g'ildiraklari, ichki kabinasi hamma joyi deyarli bir xil bo'ladi. Faqatgina shu orqasida tentovka yoki bunaqangi ko'rib turganingizdek bunaqa furgon qo'yilganligi bilan avtomobillar o'zaro farqlanadi. Xo'p, masalan sizga Bartavoyni to'lovlari haqida batafsil tushuntiradigan bo'lsam, Bartavoy avtomobilni boshlang'ich to'lovi siz 35% ni to'lagan holatda avtomobilni 24 oydan 48 oygacha bo'lgan muddatda rassrochkaga xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bunga boshlang'ich 35% ni to'lash deganda siz 87 million so'm atrofida mashinaga boshlang'ich to'lov to'laysiz hamda 24 oyga xarid qiladigan bo'lsangiz siz taxminan 8 million 500 mingdan to'laysiz. 24 oyga oladigan bo'lsangiz. 48 oyga xarid qiladigan bo'lsangiz esa 5 million 900 ming so'mdan aylanadi. Xuddi shunaqangi boshlang'ich to'lov mana shu promtovarniy modelga ham bir xil bo'ladi, ya'ni 35% ni to'lab, uni siz 24 oydan 48 oygacha bo'lgan muddatda xarid qilsangiz bo'ladi. Mana shu promtovarniy modelini agar siz rassrochkaga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich bu avtomobilga siz 96 million 432 ming so'm to'laysiz hamda uni qancha oyga olishingizga qarab, ya'ni unga oyma-oy to'lovini qilib borasiz. Masalan, buni siz 24 oy, ya'ni 2 yilga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, har oyi siz bunga 9 million 500 ming so'mdan oylik to'lovini to'laysiz. Agarda mana shu avtomobilni 48 oyga xarid qilaman desangiz, sizga 6 million 600 ming so'mdan to'g'ri keladi. Ya'ni oyiga siz mana shuncha summadan to'lasangiz bo'ladi. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Avtomobilni boshlang'ich to'lovini qanchalik ko'p qilsangiz, shunchalik sizga foyda hisoblanadi. Ya'ni mana shu avtomobillarni rassrochkaga xarid qilganda iloji boricha ko'proq boshlang'ich to'lov qiling, sizga mashinaning narxi anchagina arzonga tushadi. Qanaqa qilib bunaqa bo'ladi deydigan savollaringiz bo'lsa, bemalol menejerlarga bog'lanib bilsangiz bo'ladi. Endi esa avtomobilni tentoviy variantiga necha puldan tushishini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Agar Jack X200 ning siz tentoviy variantini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich to'lovi bunda ham xuddi shunaqa, ya'ni 35%. Bu degani tentoviyga 89 million 376 ming so'm to'g'ri kelar ekan. Boshlang'ich to'lovini to'lagan holatda boyagi modellarga o'xshab, ya'ni 24 oydan 48 oygacha bo'lgan muddatda xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, agarda 24 oyga xarid qiladigan bo'lsangiz, 8 million 800 ming so'mdan aylanar ekan har oy to'lanadigan summasi. Agarda 48 oyga bo'lsa, 6 million so'mdan mana shu avtomobilga oyma-oy to'lab borasiz. Bilasizmi, rassrochka bilan avtokreditda nima farqi bor? Ikkalasi ham bank tomonidan berilsa, uni qanaqa farqi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta ularning farqlari mavjud. Ya'ni siz rassrochkaga mana shu avtomobilni xarid qilayotgan paytingizda birinchidan siz sug'urta uchun pul to'lamaysiz, ikkinchidan sizdan mashinani pulini vaqtida to'lamaganingiz uchun sizdan peniya undirilmaydi. Ya'ni peniya yozilmaydi. Bu eng asosiy joylaridan biri hisoblanadi. Xo'p, yana nimalarni aytib o'tishim kerak? Agarda siz mana shu Jack X200 avtomobilini aynan bizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, biz sizga albatta rasman kafolat berib o'tamiz. Ya'ni avtomobil sizga 3 yil yoki 100 ming kilometr probeglik kafolati bilan birga tegadi.
siz rasman bizdan shot spravkani olasiz hamda avtomobil 100% sizni nomingizda bo'ladi. Albatta bank orqali olingani uchun bankning nomida taqiqda turadi xolos, lekin avtomobil sizni nomingizda bo'ladi. Hech qanaqangi firma nomerlarida, firma nomidagi mashinani siz haydab yurmaysiz. Xo'p, avtomobilni servis xizmatlari bo'yicha ham o'zimizga murojaat qilasiz. Qanaqadir zapchastlaridan kamchiliklar bo'lsa yoki bo'lmasam zapchaslari, расходный zapchaslari, moylari, filtrlari, kuzovnoy zapchaslari nimasi kerak bo'lsa, hammasini biz o'zimiz sizga ta'minlab beramiz. Xuddi shunaqangi men boya aytib o'tgan qulayliklarimiz hozirgi kunda mavjud. Ya'ni siz China Motorsga kelasiz, istalgan avtomobilingizni, ya'ni aynan Jack X200 ga tegishli bo'ladigan bo'lsa, istalgan modelini tanlab turib, siz рассрочкаga xarid qilishingiz mumkin. Boya aytganimdek, minimal boshlang'ich to'lov 35% ni tashkil etadi. U yog'i esa boshlang'ich to'lovni qancha ko'p qilsangiz, shunchalik sizga foyda bo'lib o'tadi. Xo'p, yana avtomobilni xarid qilasiz, garantiyasi bo'ladi, zapchaslari bo'ladi, servis bor, hamma qulayliklari xullas mavjud. Avtomobil haqida to'liqroq ma'lumot bilish uchun bizni YouTube'dagi videolarimizni bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumotlarni to'liq videolarda ko'rsatib o'tganmiz. Agarda to'lov haqida baribir qanaqadir savollaringiz qolib ketgan bo'lsa, bemalol bizni raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni menejerlarimiz sizga to'liq to'lov ma'lumotlarini ikirdan chikirgacha hammasini to'liq tushuntirib berishadi. Agarda mana shu video sizga yoqqan bo'lsa, like hamda podpiska tugmalarini bosishni unutmang, hamda China Motors kanalidan uzoqlashmang. Yanada yaxshiroq yangiliklar tez kunda bo'lib o'tadi.